Yuzimni britvada qiraman tuklarini, shuning uchun baryerasi buzilib ketgan. Nima bunaqa qizargan, qizlar bunaqa po'ralari ham oshirib ketgan ko'rgan bo'lsanglar. Hozir shu maskarani sizlar bilan birga qo'yamiz. Men buni effektini qanaqa zo'rligini bilaman, lekin yana sizlarga bitta ko'rsatmoqchiman. Bu yerda sivorotkasi bo'ladi, o'zini tkanoviy maskasi, keyin yana kremi. Birinchi sivorotkasini surib olamiz qizlar. Maskasi. O, mazza. Xolodilnikka qo'yib qo'ymaman, 1-2 minutga вообще mazza bo'lardi. Po'ralarim chiqadi. Nima uchun? O'zbekniki ekan. 10 minut ham o'tdi. Idishlarimni ham yuvib oldim, kofe ham qilib oldim. Qani endi ko'ramiz. O'zlar. Yuzim yaltirab ham qolgan. Oxirgi etapi kremi. Gidrogeliviydan ko'ra shu tkanoviy maskalar qo'ysam yuzim nimagadir maza qiladi. Gidrogeliviyni faqat ovatganda maza qiladi yuzim. Tkanoviyni protsessda ham yuzim maza qiladi qizlar. Dahshat. Gaz berish uchun direktdan murojaat qilinglar.